Alla. Muallif Nargiza Usanboyeva. 31-qism. Yo'q. Shu yerga o'rgandim. U yoqda yashay olmayman. Opamning uyiga bir kun sig'arman, bir oy sig'arman, bir umr sig'mayman-ku. Dili boringga shukr. Men borliging uchun ham opamning qo'ng'iroqlarini javobsiz qoldirdim. Bo'lmasa opamga dardimni aytib ziq qilardim. Sen ham opam, ham singlim, ham dugonamsan. Kel. Diliyora Muniraning yoniga o'tirdi. Munira uni quchib zor-zor yig'ladi. Shu payt Muniraning telefoni tag'in jiringladi. Munira qarab hayron bo'ldi. "Ha mayli, doktorga ko'rsatib kela qolamiz", dedi keyin. Shu bilan uchalasi yo'lga chiqishdi. Jamshidning xayoli Munira va bolasida edi. Munira O'g'iljonni ko'rib yana asabiylashmasa bo'lgani. O'g'iljon bo'lsa, qanday qilib bo'lsa ham Munira Safayevaga ko'rinish berish haqida o'ylab borardi. Jamila xola esa tug'ilajak nabirasining shirin xayoli bilan band. Nevaram tug'ilgandan keyin qishloqqa olib kelib to'y qilaman, o'yladi ichida Jamila xola. O'g'ilmi qizmi farqi yo'q. Ungacha O'g'iljon ham homilador bo'lsa, ketma-ket tug'izsa bormi? Katta to'y qilib berishimga to'g'ri keladi. Ilohim shu kunlarga yetkazsin. Hamma o'z xayoli bilan band bo'lib shifoxonaga yetib kelishdi. Oyog'imni gips juda qisib tashladi. Yurishimga yordamlashasizmi, Jamshid aka? Dedi O'g'iljon mashinadan tushmay. Sen kelining oyog'ini ko'rsatib kelaver. Men Muniraxonni ko'rib turaman, dedi Jamila xola shifoxona tomon yurib. Azima darsni tugatib chiqqanida Abror yo'q edi. Mashinasi ko'rinmasdi. Azima hayron bo'ldi. Chanqagan bo'lsa, suv olib kelgani ketdimikin, o'ylab qo'ydi Azima. U endi daraxt soyasiga qo'yilgan o'rindiqqa borib o'tirgan edi hamki, Abror keldi. Azima mashina tomon yurdi. Studiyaga o'tib keldim. Ertaga yangi qo'shiq yozamiz, dedi Abror Azimaga qarab. Yangi qo'shiq? Ha, yangi qo'shiq, yangi klip. Bu yog'i endi tinmay ijod. Axir sen Azima Malik bo'lib tanilding. Sendan faqat yangi qo'shiq kutishadi endi. Musiqasi, matnini ko'rmadim-ku hali. Ertaga ko'rasan, dedi jilmayib Abror. Qanday vaziyat bo'lsa ham studiyani eslashing kerak. Xayriyat, o'zingizga o'xshadingiz, dedi Azima Abrorga qarab. Nega unaqa deyapsan? Ertalabdan buyon g'alati edingiz, dedi Azima. Ha, xo'rsinda Abror. Damir akanikiga boramiz. Seni mini konsertga ayoli tayyorlaydi. Xo'p, dedi Azima beparvo mashina oynasidan tashqariga qarab. Abrorning esa kayfiyati yo'q. Munira telefoniga qarab bosib qo'ydi. Kim? Dedi Diliyora. Qo'shnim, kechagi to'y videolarini ko'rgan bo'lsa, qilayotganda ko'tarmonda. Shunga bosib qo'ydim, dedi Munira. Ammo telefon jim bo'lmadi. Munira ham qayta-qayta bosib qo'yaverdi. Telefon ham jim bo'lishni istamagandek tag'in jiringlayverdi. Oxiri SMS keldi. Muniraxon javob bering. Uyingiz tutayapti. Munira hayron bo'lib Diliyoraga qaradi. Uyim tutayotganmish. Telefon qil. Munira darhol qo'shnisiga qo'ng'iroq qildi. Alo, assalomu alaykum. Qo'shni tuzukmisiz? Va alaykum assalom. Muniraxon ko'tarmaysiz, uyingizdan tutun chiqyapti. Nima? Dedi Munira telefonini yana ham qulog'iga bosib. Tutun chiqyapti? Ha, qo'shnijon, uyingizdan tutun chiqyapti. Kuyuk hidi chiqyapti. Qayerdasiz? Uydamisiz? Yo'q, dedi Munira nima deyishini bilmay. Uyda kimdir bormi? Xabar olmasangiz bo'lmaydi. Azima bor edi. Hozir telefon qilaychi, dedi Munira aloqani uzarkan. Shu payt eshikdan Jamila xola kirib keldi. Munira ham, Diliyora ham jim qoldi. Azima va Abror Damir akanikiga kirib borishganida Nasiba opa har doimgidek erining atrofida parvona edi. Opa, sizga qoyil qolaman. Damir akadan boshqa tashvishingiz yo'q. So'rashib bo'lishgach, dedi Abror hazillashib. Mening ham undan boshqa dardim yo'q-da. Ko'rmaysanmi? Yonidan jilmayman, bir-birimizga suyanib qolganmiz, dedi Damir Nasibadan avval. Men akangizni rozi qilishni o'ylayman. Ayol erini rozi qilish kerak, dedi Nasiba opa jilmayib. Azima kel, o'tir qizim. Azima Abrorning yoniga stulga o'tirdi. Ha, dedi Damir Azimaga ko'z osti bilan qararkan. Ayol erini rozi qilish kerak bo'lsa, biz erkaklar ham ayolimizni rozi qilishimiz kerak.
Axir ular Allohimning bizga bergan omonati. Shuning uchun sira Nasibani xafa qilgim kelmaydi. Nasiba opa eriga mehr bilan boqdi. Abror esa unga sinchkov qaradi. Nahot bu ayol shunchalar sodda bo'lsa? Bugun konsert bor. Darrov maqsadga ko'chdi Damir aka. Nasiba, o'zing Azimani chiroyli qil. Keyin men o'zim yoqtirgan atirgullardan senga sovg'a qilaman-ku. O'shalardan sepib qo'y. U tug'ilgan kunga kirib borganida hididan hamma mast bo'lsin. Qo'shig'ini eshitib, keyin tap o'zlarini tashlasin. Xullas, Azima Malik bugun hammani maftun qilish kerak. Xo'p dadasi, dedi Nasiba opa. O'zi shundoq ham Azima hammani maftun qilib bo'lgan. Kechki konsert boshqacha, u juda katta eshiklarni ochishi mumkin. Azima harakat qilgan, dedi Damir keyin Abrorga qarab. Abror, sen pardozchilarni olib kel. Nasiba o'zi yuvish tarash ishlarini qiladi. Mundiraxon, tuzukmisiz asalim? Dedi Jamila xola palataga qadam bosarkan. Munira indamay boshni egib oldi. Dilyora sekin Muniraning yonidan turdi. U o'tirgan joyga Jamila xola kelib o'tirdi. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Doktorlar bolani nima deyapti? Munira Jamila xolaga yalt etib qaradi. Ko'zlari katta-katta bo'lib Dilyoraga qaradi. Bolani o'ylagan odamlar onasini asab qilmasdi. Jamila xola Dilyoraga qosh kerib qaradi. Biz ham atay qilmadik Dilyoraxon. 10 yillik sabrimiz mahsuli bu bola. To'yni esa boshlab qo'ygandik. El bilardi, bola necha oylik ekan? Jamila xola Muniraga qaradi. Munira boshni ekkancha jim o'tirardi. Jamshid ham shu yerda, hozir keladi. Kelsa doktorga aytamiz. O'zida bir tekshirib ko'rsin. Ko'raylik. Tushish xavfi yo'qmi, yaxshi o'syaptimi? Muniraning yuragi qinidan chiqqudek bo'ldi. Nasiba opa Azimani yana hammom tomon yetakladi. Azimaga bu erish tuyuldi. Men ertalab dush qabul qilgandim, dedi u Nasiba opaga qarab. Mayli, shunday bo'lsa ham bir kirib chiqqizim, o'zing bilgandek hamma narsadan foydalan. Gellar bor, tozalash vositalari bor. Azimaning g'ashi kelib ux tortdi. Erinma kir, baribir yoqimli bo'lib borishing kerak. Azima indamay hammomga kirib ketdi. Nasiba esa qizning ortidan qaragancha bosh chayqadi. O'zini xuddi hech narsa bo'lmagandek tutishini dadasi to'g'ri aytgan ekan. Hozirgi yoshlar hamma narsaga tez o'rganadi, deydilar. Tavba, nomusni san'atga alishdi. Na tushkunlikka tushdi, na siqildi. Yo o'zi yuradigan qizmikin? Nasiba xo'rsingancha nari ketdi. Go'yoki meni qutqar degandek Munira Dilyoraga qaradi. Dugonasi uni so'zsiz tushundi. Xolajon, Munirani duch kelgan uzi apparatiga tushira olmaymiz. Doktor bunga ruxsat bermaydi. O'zim nazorat qilaman degan. Ha, shunaqami? Dedi Jamila xola. Mayli, nima bo'lsa ham eson-omon qo'lingizga olib oling. Shu payt eshik oldida O'g'iljon paydo bo'ldi. Assalomu alaykum. Dili, yonimga o'tir, dedi Munira dugonasiga qo'l cho'zib. Senga bu yerda nima bor? Baribir o'zini tutib tura olmadi Dilyora. Voy, oyog'imni ko'rsatgani Jamshid akam olib keldilar, dedi o'g'iloy o'zini sodda ko'rsatishga urinib. Orqasiga qarab baqirib ham qo'ydi. Jamshid aka! O'g'iljon, mashinaga boravermadingizmi? Dedi Jamila xola O'g'iljonning hozir bir nimani boshlashdan qo'rqib. Jamshid akam kelsinlar. Oyijon, doktor oyog'imning gipsini yangiladi. Shuning pulini to'lagani ketgandi Jamshid akam. Uff, dedi Dilyoraning toqati tugab. Xola, shu keliningiz ketsin, ayting. Opajon, men opamni ko'rgani keldim. O'g'iljon qaytanga palataga kirib kela boshladi. Munira opa, men aslida sizning muxlisingizman. Ey, baqirdi Dilyora. Jinnini yoqib olib, mening asabimga tegma. Bor, qayerdan kelgan bo'lsang, o'sha yerga jo'na. Bo'lmasa, miyangni chaqib qo'yaman. Rost meni jinni bo'lasan. Shu payt Muniraning telefoni jiringladi. Voy qo'shnim, Azimaga telefon qilmabman-ku. Shoshib qoldi Munira. Sen telefon qor. Muniraning o'zi qo'shnisi bilan gaplasha boshladi. Qo'shni yaxshimisiz? Voy, shifoxonada edim, chalg'ib ketibman. Nima? Tutun kuchaydimi? Dilyora ham Azima bilan gaplasha boshladi. Azima, uydamisan? Chiqib ketganmiding? Uy tutayotganmish. Voy, o'lmasam. Dilyora telefonini o'chirdi-yu Muniraga qarab dedi. Azima ertalab choy qo'yib esdan chiqib darsga ketibdi. Munira kafti bilan og'zini yopdi. Eshikdan esa Jamshid ko'rindi.
Jonlantirish bo'limidan chiqqan Davron to'g'ri Xushnidaning yoniga keldi. So'rashga ham qo'rqaman, dedi Xushnida ovozi titrab. Qo'rqma, o'ziga kelibdi. Shirin bo'lib uxlab yotibdi. Xudoga shukr, dedi onaizor ko'ngli bo'shab. Uyga borib biror nima pishirib kelaymi? Bugun hech narsa yemaydi. U kun bo'yi uxlaydi. Yaxshisi uyga borib uxla. Juda charchading. Sizchi? Men shu yerda bo'lib turaman, dedi Davron. Nimadir kerak bo'lsa olib kelaman. Uyda xotirjam o'tira olmayman. Kechga sho'rvaning suvini so'rab qolishlari mumkin. Baribir uyda tayyorlangan ishonchli. Sen uyga bor. Sho'rva osib qo'yda, uxla. Xo'p, dedi Xushnida. Shu payt telefoni jiringlaydi. Qudasi. Alo, dedi Xushnida. Xudo, yaxshimisiz? Dilobarning ovozi eshitildi. Yaxshi o'tiribsizmi? Shukr. Xushnidaning salomlashgisi ham, so'rashgisi ham kelmadi. Gapirgingiz kelmaydi, Xudo, dedi Dilobar gina qilib. Kechasi bilan chaqaloq yig'lab uxlamadi. Men ham mijja qoqmadim. Shunga chaqaloqqa qarashni navbat qilamizmi degandim. Navbat qilmaymiz, dedi g'azab bilan Xushnida. Hozir borib olib kelaman. O'zim qarayman. Siz umuman qaramaysiz ham, ko'rmaysiz ham. Men sizdek rahimsiz, shafqatsiz odamning qo'liga qizimni ham, nevaramni ham berib qo'ya olmayman. Marjona bir o'limdan qoldi. Doktorga yuborish yo tez yordam chaqirish shunchalar qiyinmidi? Xushnida jahl bilan telefonni o'chirdi. Abror Damir akaning uyiga har doimgidek image maker, vizajist, stilist kabi mutaxassislar bilan kirib keldi. Bu paytda Azima yuvinib chiqqan, Nasiba opa damlab bergan damlamadan xo'plab o'tirardi. Abror aka, dedi Azima Abrorni ko'rishi bilan. Tinchlikmi? Qo'rqib ketdi Abror. Munira opaning uyi, choy qo'yib o'chirmay kelibman. Borib kelaylik. Sen bora olmaysan. Men ham endi keta olmayman, dedi Abror. Hozir Damir akaning uyidagi yordamchilardan birini yuboramiz. Keyin nari ketib, bir yigitga tushuntirdi va Azimadan kalitni olib berib yubordi. Bo'ldi, xotirjam ishlayver, dedi Azimaga yaqinlasharkan. Rahmat, endi nima bo'ladi? Bu konsertdan olgan pulingni Munira opaning uyini ta'mirlatishga sarflaysan. Shunaqa shekilli. Sen endi go'zallashishni boshlashing kerak. Ha, dedi Azima kulib. Lekin bu yoqimli. Hamma qizlarga chiroyli bo'lish yoqsa kerak. To'g'ri. Ha, go'zallikka intilish qizlarning qonida bor, kuldi Nasiba opa. Damir aka qanalar? Ko'rinmaydilar. Sartaroshga ketdilar. Bu gap Abrorning yuragini pichoq bilan tilgandek ta'sir qildi. U Azimaning yoniga o'tirar ekan o'q tortib qo'ydi. Charchadingizmi? so'radi sodda Azima. Ha, kofe damlab beraymi? Yo'q demasdim. Hozir olib kelaman. Azima o'rnidan turib ketdi. Azima, sen image makerni yoniga borib keyin o'zim olib kelaman, dedi Nasiba opa uni to'xtatib. Azima oshxona tomon emas, zal tomon yurib ketdi. Abror uning ortidan qarab turar ekan, o'yga toldi. Azima, seni qochirib yuborishni juda istadim. Rosa o'ylab ko'rdim, ammo qochirganim befoyda. Damir aka seni baribir yerning tagidan bo'lsa ham topadi. Men uchun esa hamma eshiklarni yoptiradi. Hatto dushmani bilan ham ishlashimga qo'ymaydi. Ochdan o'lishimga to'g'ri keladi. Ana shunaqa qo'rqinchli bu odam. Shuni bilgan ayoli ham balki o'zini ko'r va karga solib yashar. U chuqur uh tortdi. Jamshid aka, uyimiz yonyapti, dedi beixtiyor uni ko'rishi bilan Munira. Nima? Qo'rqib ketdi Jamshid. Qo'shnimiz telefon qildi. Uyimiz tutab yotganmish, tushuntirdi Munira. Azima choy qo'ygan ekan, o'chirishni unutibdi. Men ketdim unda. Men ham ketaman, dedi Munira. Bu yerda qolmayman. Nega? Shifokor ruxsat bermaydi. Buningiz ertalab ruxsat olgan, dedi Dilyora. Taksi chaqiramiz deb o'tirgandik. Onangiz kelib qoldi. Bo'lmasa birga ketaveringlar, dedi Jamila xola. Ketdik. Jamshid kelib Muniraning qo'ltig'idan oldi. Ular sekin chiqa boshlashdi. Shu damgacha tinmay bidirlagan O'g'iljonning dami ichiga tushib ketdi. Sen men bilan yuring. Qishloqqa ketamiz, dedi Jamila xola uning qo'lidan ushlab. O'g'iljon eri va Muniraning ortidan g'azab bilan qarab turardi. Rejalashtirilgan konsert Damir aka kutganidan ham muvaffaqiyatli bo'ldi.
Azima oxirgi qo'shig'ini aytib tugatganida hashamatli hovliga yig'ilgan kazo mehmonlar o'rnidan turib chapak chaldi. Bravo! Ofarin, tasanno! Azima Malik betakror! Degan ovozlar ham eshitildi.